Intervyularda ham ijtimoiy tarmoqlarda ham pul bor odamlar ko'proq eshitiladida. Pul bor degani u haq degani emas, tushundingizmi? U noto'g'ri gapirishi mumkin u ham. Haligi shunda bir kambag'al odam gapirsa hech kim eshitmaydi. Ta'limga borib taqaladi bu bor-ku. Ta'limdan keyin dunyoqarash hammasi bir-biriga bog'liq. Dunyoqarash keng bo'lgandan keyin siz tushunasiz. Mana bu matoh masalan bugun bor, ertaga yo'q u. Lekin meni bilimim, meni fikr ishlashim, dunyoqarashim har doim turadi. Ammo mana shu narsalar bo'lsa, nimaga menga minib yuribsan desiz, majburman, tushundingizmi? Odamlar shu narsaga qarab baho bergandan keyin majbursiz, chunki imkoniyatim bormi? Bo'ldi, sallaga shu kerak, mana shu mashina. Endi meni eshitinglar, menda ichimda gapiradigan gapim bor, dardim bor. degan mesajda. Keyin ertaga men o'sha odamni eshitish boshlagandan keyin men buni yo'qotib velosipedda peshka olib yuraveraman. Chunki ko'rdingiz, uyim yo'qda, ofisim yo'qda, menga mashinasi kerak emas shaharda yurishga. Odam ichidagi dard qoplarini bunaqa til tashlayapsiz. Odamlar sizni eshitishi uchun qanaqadir statusga ega bo'lgan mashinani sotib oldim desangiz bo'ladimi? Xuddi shunaqa.